Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Karimjon Uzdo obunachilari, hammalar bugungi kunlar xayrli o'tsin deb, Alloh kuch-quvvat bersin deb, bugun Shahrixon mol bozorida efirlarimizni boshladik akalar. Videolarimizga like'lar bosib. Aka nech pul oldi? 48 million bo'libdi jupi bilan mana. 48 million, 24 millionda. Bo'ylari 1.15 dan baland akalar. 48 million bo'ldi. Nech pul oldi? 45 million bo'ldi yana bola. Yana bola 45 million. Nech pul oldi ekan? Nech pul oldi ustaga? 27,5 bo'libdi mana yana bola akalar, sotilgan reallar. Nech pul oldi ustaga? 15 millionga mana 10 novosdan chiqib ketyapti. Jaydar akalar. Nech pul oldi qora aka? 32 million. Vashi mana Greenfordimiz 32 million bo'ldi. Bo'ylab 120 atrofida 32 million. Yana bola nech pul oldi? Nech pul oldi yana bola? 2 million bo'ldi yana bola akalar. Yomon sotilib turgan mollar akalar. Nech pul oldi semental? Ikkitasi 100 bo'ldi akalar yana bola. Bozor yomon chiqyapti moli. Bugun barakalar ko'p bo'pti akalar. Qani? Toshloqchi bo'ladi. Nech pul olgansiz ekan bilan. Katta novosi 67 gacha bo'lyapti kiloga. Nech pul oldi aka? 15.2 bo'pti mana akalar. Sigirimiz yakkasi. Aka nech pul oldi bu ko'cha? 13 million bo'ldi novoslarimiz. 1 metrga bormagan novos 13 million. Ana qo'chqar nech pul? Qo'chqar nech pul oldi? 58 bo'ldi mana. Nech pul oldi aka novos? Nech pul oldi shu? 29,5 bo'ldi. 29,5 bo'ldi shu. Ana o 58 bo'ldi, 5 million 800. Nech pul oldi usta aka bu? 21 million bo'ldi mana. Bo'ylari 120 atrofida, 21 million. Yaxshimi? Nech pul oldi? 7 million bo'ldi ekalasi qo'chqarchamiz. Bozorda ama yomon ko'p mol chiqyapti bugun, barakalar ko'p bo'ldi. Mana shu novosimiz 21,5 bo'ldi. Biz 19,5 ga arzon sotib qo'yibmiz uyda. Mayli barakasini bersin. Doğalasa sotilgan realni narxlar chiqarib beramiz. Qani buni nech puldan? Nech puldan bo'ldi qora? 2,5? 2,5 dan bo'ldi mana qo'chqarchalar. Nech pul oldi usta aka? Sotilmadi, inshaalloh keyingi safar sotilib ketsin. Ya'ni 2,5 dan bo'lgan qo'zilarimiz bu sotilmabdi mana. Shu Olmasam ojizam kelmaydi. nech pul oldi avliku? 41 million, 41,5 million bo'ldi akalar novoslar. Novoslar ana mana deguncha 40 million olib qolyapti akalar. Bugun ham 13 oylik shvetimizni 33 millionga sotdi. Basa oladigan payt bo'lyapti. Nech pul oldi? Nech pul oldi katta qo'ch? Sotilmadimi? Sotilmadi. Keyingi safar sotilib ketsin inshaalloh. Mana qora salom Sotilgan realni narxlar tanishtirib boraveramiz akalar. Katta novoslar 69 minggacha bo'ldi bugun kiloga jigarlar. 65 ming, 66 ming abishni yo'q bo'ldi. Piyodan ham chiqyapti mollar, piyodan ham chiqyapti. Charchamayapsizmi aka? Nech pul olibdi tog'a? 18 millionga mana bo'ylari 1.15 plus. Nech pul oldi tog'a?
22 million. Bo'g'ozi? Sir aka, 22. Karimjonov. Nech pul oldi bu? Yana sekin chiqarib boraveramiz sotilgan realniy narxlarni akalar. Like'lar bos, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Nech pul oldi? Aka nech pul oldi sigir? 22,5 bo'ldi akalar. O'zi yakka sigirlar 20 dan 22,5 gacha bo'lib qoldi. Suti bor. Mana bu novvosdan. Nech pul oldi jiyan? 16. 16 million. Chekkagacha bo'ldi. Nech pul oldi bu katta? 59 mingdan. Mana akalar 59 mingdan. Bunimiz mana 16 millionga chiqib ketadi. Bo'ylar 1 metr atrofidagi novvosimiz. Aka, xunaji nech pul oldi? 20 millionga chiqib ketadi mana. Novvosdan nech pul oldi? 23,5 dan chiqib ketadi. Bo'ylari 1.15 dan baland akalar, 23,5 dan. Qirg'iz shekilli. Mana bozorimizni ko'rib baho beraverasiz akalar. Juda ko'p mol kirgan. Lekin juda ko'p sotildi bugun. Nech puldan bo'ldi sizga? 13,5 dan bo'pti mana. 1 metrdan baland, 1.5 atrofidagilar 13,5 dan novvosamiz ketdi. Qancha oldi? 4 million 100 bo'pti mana qo'chqarchamiz. Nech pul oldi bu? 13 million mana. Ikkitasi 28 bo'pti mana. Bo'ylari 1 metr atrofida mana. 15 millionmi? Yana ikkalasi bo'pti akalar. 28 million. Tog'a nech pul oldi unajin? 17 million 200 ga mana bo'ylari 1.10 unajinimiz chiqib ketyapti. 17 million 200. Akalarim like'lar bosib, manaqa holat ham ko'p bo'ladi bu yoqda. Ketdi. Nech pul olibdi? Shoshilganda aytish qiyin. Nech pul oldi akam? 19 millionga 200 ming kam mana akalar. Bo'ylari 1.15 atrofida novvosamiz o'zimiz jaydari. Xudo xolasa jigarlar, kanalimiz rivoji uchun like'lar bosib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsa, manaqa gigant buqalar chiqyapti. Jiyan nech pul oldi? Nech puldan bo'ldi tog'am? 43,5 bo'ldi mana. 43,5 ga chiqib ketadi. Bo'ylari 1.30 atrofida. Qo'chqarimiz nech pul oldi? Nech pul oldi qo'chqar aka? 58 mana. 5 million 800 ga chiqib ketyapti. Endi qo'ylar bo'yini taxmin. Aka nech pul oldi yana bola? 27 million 300 ming. 27 million 300 ming. Karimjonov desa chiqadi aka. 27 million 300 ming bor. 27 million 300 mingga chiqib ketyapti akalar. Xudo xolasa mana. Nech pul oldi aka? 12 million 700 mana bunajinimiz akalar. Bo'ylari 1 metrdan baland. Hisobila olaverasizlarda, uylarda yosh ko'chatlari bor, bunajinlari bor. Odamlar yo sigiri borlar. Sotilgan realniy narxlar ko'rsatadi, sababi ichkarida bozorda narxni baland aytib boryapti akalar. Shuning uchun sotilganini ko'rsatib, sizlar ham sotilgan real narx bilan tanishinglar. Sababi yuzga odam borganda bozorda mancha aytyapti-yu deb olishingiz mumkin-da. Undan ko'ra sotilgan real narxni ko'ring bo'ldi. Shuning uchun like'lar bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar jigarlar. Nech pul oldi aka? 14 million bo'ldi mana. 1 metrdan baland novvosimiz 14 million. 14 millionga chiqib ketyapti akalar. Qo'ylarimiz 80 mingdan 85 minggacha bo'lyapti. Nech pul olibdi ko'chat? 29,5 bo'ldi akalar asha. 29,5. Mana qaranglar. 29,5. Bo'ylari 1.20 akalar.
Nech pul olibdi tog'a? Nech pul oldi bu? 34,5 million bo'pti akalar, mana sigirimiz. 34,5 million. Assalomu alaykum. Ana bolasini olib olsa akalar, 34,5 millionga savdo. Yani sotilgan real narxlar chiqaryapti. Nech pul oldi jigar? Nech pul oldi aka? Toy nech pul oldi? 12 millionga mana toyimiz akalar. 12 millionga toy chiqib ketyapti. Nech pul oldi aka? Indamayapti akamiz. Nech pul oldi to'g'ri? 16 million 200 bo'ylari 1.10 dan atrofida ekan. Bu past ekan. 16 million 200 ga baraka bo'lgan. Eski yani bir yerdan chiqqan dolarimiz. Nech pul oldi yana bola? 32 bo'pti mana akalar. 32 millionga yana bola chiqib ketyapti akalar. 32 million. Nech puldan bo'ldi? 34? 64 million bo'pti mana akalar, ikkalasi. Ikkalasi ham bo'g'oz ekan. 64 millionga chiqib ketyapti ikkalasi. Kulayapti-ku. Bosh. Nech pul olibdi buni aji? 17,5 bo'pti mana bu ajimiz akalar. Endi qo'ldan kelgancha so'rab ketamiz. Nech pul oldi aka? Mana 3tasini 75 million. 3tasini 75 millionga sotmabdi, 25 milliondan akalar. Bo'ylari 1.20 atrofida. Qirg'iz buqalar ekan. 25 dan bermabdi akalar. Hani bular nech pul oldi? Nech pul olibdi qor aka? Xullas kalom akalar, katta novvoslar 67 ming 69 minggacha kiloga bo'ldi. O'rtachalar 65 ming atrofida bo'ldi akalar. Joniylar sog' bo'lsin, layklar bosishni unutmanglar. Nech pul oldi uni aka? 12 million bo'ldi. Shu etkin ajimiz 12 million bo'ldi akalar. 27,5 bo'ldi mana yana bu. Bolasini olsa ekan 27,5 millionga baraka bo'ldi akalar. Nech pul oldi? 18 million bo'ldi akalar. Nech pul oldi aka bu? 17 millionga berishmoqchi. Nech pul oldi jiyan? 16,5 million bo'ldi mana novvosimiz akalar. Bo'ylari 1.10 atrofida. O'rtacha novvoslar ko'tarilib qoldi narxlari. Joniylar sog' bo'lsin, hammanglarni ishlaringlarga omad akalar. Layklar bosishni unutmanglar.